Salom. Ustalar yangi Laretto LW6016 BLDC kir mashinangizni o'rnatishdi va siz u bilan yakkama-yakka qoldingizmi? Juda soz. Biz sizga bir necha daqiqa ichida uni qanday yoqish, kukunni qayerga solish va qanday yashirin funksiyalari borligini aniqlaymiz. Kiyimlarni yuvishdan oldin qilinishi kerak bo'lgan eng birinchi ish mashinani bo'sh holatda ishlatib yuborish. Bu zavod sinovlaridan keyin qolgan suvni chiqarib tashlaydi. Asosiy bo'limga taxminan 30 ml yuvish vositasini soling. Qisqa dasturni tanlang va kiyimsiz siklni ishga tushiring. Keling, kukun solinadigan qutini ko'rib chiqamiz. Eng katta bo'limga asosiy yuvish uchun kukun yoki gel solamiz. Belgisi yoki Max yozuvi bor bo'lim konditsioner yumshatgich uchun asosiy suyuqlikni shu belgidan oshirmang. Qo'shimcha bo'lim odatda o'ngda esa faqat juda kir kiyimlar uchun oldindan yuvish funksiyasini yoqqaningizdagina kerak bo'ladi. Boshqaruv paneliga o'tamiz. Mashina juda oson yoqiladi. Dasturlarni tanlash g'ildiragini off holatidan o'zingizga kerakli rejimga burash kifoya. Displeyda darhol yuvish vaqti paydo bo'ladi. Yonidagi tugmalar yordamida ehtiyojingizga qarab suv harorati va siqish tezligini qo'lda o'zgartirishingiz mumkin. Endi esa ilg'or funksiyalar haqida. Agar kiyimlar juda iflos bo'lsa, oldindan yuvish. Pre-wash funksiyasini yoqish uchun chayish rinse tugmasini 3 soniya bosib turing. Bug' steam tugmasini barabanni bug' bilan isitishni faollashtiradi. Bu kirni ajoyib tarzda ketkazadi. Dog' ustasi Stain Master funksiyasi esa 3 ta intensivlik darajasidan birini tanlash imkonini beradi. Normal, kuchli yoki juda kuchli. Mashinaning o'zi ideal yuvish ritmini tanlaydi. Mashina siz uyg'onganingizgacha yuvib bo'lish kerakmi? Bug' va harorat tugmalarini bir vaqtda 3 soniya bosib turing. Shunda kechiktirilgan start yoqiladi. Agar sizning sevimli harorat va siqish sozlashingiz bo'lsa, mening siklim My Cycle tugmasini bosib turing. Mashina uni eslab qoladi. Displeyda yurakcha belgisi yonadi va keyingi safar bir marta bosish kifoya qiladi. Dasturlar bo'yicha hammasi juda tushunarli. Paxta, cotton bu kundalik kiyimlar, ko'ylaklar va choyshaplar uchun asosiy dastur. Agar kiyimlarni shunchaki chayqab olish kerak bo'lsa, qisqa tez yuvish 15, quick 15 yoki tez yuvish 42, rapid 42 dasturlari yordamga keladi. Nozik matolar va sviterlar uchun ehtiyotkor junli kiyimlar wool rejimi mavjud. Bolalar kiyimi baby care dasturi esa bakteriyalarni o'ldirish va allergiyadan himoya qilish uchun yuqori haroratlarda yuvadi. Shunday qilib hammasini jamlaymiz va yuvishni boshlaymiz. Kiyimlarni soldik, kukunni qo'shdik, g'ildirakni kerakli dasturga buraymiz. Kerak bo'lsa displeydagi tugmalar bilan harorat va siqishni moslaymiz va boshlash pauza tugmasini bosamiz. Bo'ldi, jarayon boshlandi. Ota-onalar uchun muhim jihat. Siqish spin tugmasini 3 soniya bosib turing. Bolalardan qulflash yoqiladi va yuvish vaqtida hech kim sozlamalarni o'zgartira olmaydi. Va parvarish qilishni unutmang. Taxminan oyiga bir marta mashinani o'zini ichidan yuvish uchun mutlaqo kiyimsiz va kukunsiz barabanni tozalash Tap Clean dasturini yoqing. Eng pastki qismda esa drenaj nasosi filtri joylashgan. Yilda bir necha marta uning qopqog'ini tanga yoki atverka bilan oching. Suvni to'kib tashlang. Filtrni burab oling va jo'mrak ostida yuvib tashlang. Ko'rib turganingizdek, bu mashinadan foydalanish juda maroqli. Agar video sizning yangi Laretto mashinangizni tezda tushunib olishga yordam bergan bo'lsa, like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Rejimlar bo'yicha savollar bormi? Ularni izohlarda yozib qoldiring. Men albatta javob beraman. Yuvish jarayonida omad!